yo'qda. Bunga yo'qmi? Yo'q, ko'proq o'rib, tunsi kamroq o'riydi. Tunsi ko'proq o'rib. Yo'q. Ben ispatör kalacağım aşağıda. Daddilerini aytmaydi de şu. Daddilerini aytmaydi o sonra içe. Korkmasdan yürüyün. Holat bilindik o'zgarishdi. Aytingda o'g'ri yo'qdimi, qanday boyagidan katta yaxshi. Boyagidan katta yaxshi bo'ldimi? Yaxshi. Yaxshi. Bitta yengilmisiz? Bu. Katta yengilmisiz? Ha, yaxshi. Katta yaxshi mana yuzlari uchun kulyapti-ku, bekor ko'radimi yuzida? O'tirib turib tasda. Tomirlaringiz o'tyapti-ku. Yo'q. Ana unga borasiz-ku, xolajon, sanatoriyaga. Borsangiz ham, bormasangiz ham, tizzaga yaxshi bir mazmi yoki bas oq yog'mi, simichka yog'mi daxli yo'q. Yaxshilab surting. Keyin harakat qildiring. Tagi ochiq joyga. Mayli sal og'risin, boyagi chidamli og'riq bo'ladi-ku. Ay deysiz chidamli og'riq. Qattiq og'riq bo'lsa, dod deb kelib ko'zdan yosh chiqadi. Qattiqroq harakat qiling. O'sha nima yaxshimi? Velosipedchi bo'lku, o'tirib harakat qiladigan yaxshi narsa shu. Mana uni ham shalaybalar, ataylab 1 millionga olib, buni 3 kun ishlatib, chang bosirish shart emas. Bor narsadan unumli foydalanish kerak. Yani olsangiz ham farqi yo'q. Bekor ko'pchilik chang bosirish. O'sha bittasi kelgan, velosipedning bor deydi, begush daroshkan bor deydi, Girija universitetida bor, oyog'idan tepay qiladi. Hamma narsa bor deydi. Lekin bedavlat. Va chang bosib yo'q desam, to'rt pator deydi. Olinib 3 kun ishlataman deydi. Bizga shunda da sevgilim turaman. O'g'il ko'targanman bir marta. Ajaqim qirsib ketganini bilaman lekin. O'sha Degan mezbon qayt. Qo'ysash ko'p. Ha, yo'q eslida. Ochildi o'sha. Juda bor, kam miqdorda xuddi yolg'onlarni tortishganda turay aytingiz. Bo'yni o'lroq mana shu yerdan boshlanadi, sekin olib boradi. Hozir hozirgi holat turibdi. Tur. Yaxshi. Chapga yaxshi. Lekin o'sha harakatlarda qalay qo'rqmasdan. Lekin qalay bittalabga 10 minut o'lib ketdi. Faqat bir qarama. Ana shu qarab sajda qilganda o'tirib turish, orqaga bo'ladigan libyo qilmashi mumkin emas. Eminim sizga mumkin emas. Ko'p o'zim mamnun qilaman-da. Sizga mumkin emas-da. O'zi holatingizni bilib turibsiz. Men sizga osmondan urib yolg'on xabar miyangizga chiqqanim yo'q. Bor narsani aytyapman. Shuning uchun mana bu qo'laman o'rtqadi. Men endi bunchalik muhim narsa emas-da. Men uchun bekor 300-400 minglik buraq qog'oz.
O'sha 240 mingdan to 480 minggacha bo'lgan narsada shu kesin umurtqani to'liq ko'raman deyman. Shundayda qo'l bilan ko'rib, 3 ta chastka bo'linadi umurtqa. Bel, grudnoy, pilus va sheyni. Har birisi 400 mingdan bo'lsa 1 milliondan ziyod pul.